Araldan qurgan oltanin jasıl zonaga aylantirmoqchiman. Assalomu alaykum, hurmatli bolalar. Men Alfiya Mangilziyeva, Ajniaz atındagi Nukus mamlakatlik pedagogik instituti filologiya fakulteti studentiman. 2025-yil hayotimda juda ko'plab o'zgarishlarga boy yil bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Sababi raqamli avlod qizlari ko'rik-tanloviga qatnashdim. Bu tanlov qizlarning IT sohasidagi startap g'oyalarini yuzaga chiqarish bo'yicha tashkillashtirilgan. 2021-yildan boshlab dasturiy turda amalga oshirilib kelmoqda va shu tanlovda o'zimning Orolbo'yini yashil zonaga aylantirish g'oyasi bo'yicha, loyihasi bo'yicha qatnashib, g'olib sifatida Amerika Qo'shma Shtatlariga ta'lim sayohatini qo'lga kiritdim. Ta'lim sayohati davomida Amerikada Massachusetts Texnologiya instituti va Garvard universitetlarida, ya'ni eng nufuzli universitetlarda o'sha informatsion texnologiyalar, sun'iy intellekt sohasi bo'yicha 2 hafta davomida o'z bilim va tajribalarimizni yanada boyitib keldik. Kelganimizdan so'ng 30-iyun yoshlar kunida raqamli avlod qizlari biz o'z loyihalarimizni hurmatli prezidentimizga tanishtirib berish baxtiga muvaffaq bo'ldik. Shuningdek, prezident administratsiyasi rahbari Saida Shavkatovna Mirziyoyeva ham bizning loyihamizni qo'llab-quvvatladilar. Qoraqalpog'istonga bo'lgan tashrifi davomida "Voy, sizni taniyman, raqamli avlod qizlar tanlovida ko'rganman" degan paytda o'zimni juda ham baxtli his etganman. Barchamiz bilamiz, bugungi kunda O'zbekistonda IT sohasida startap ekosistemasini yanada rivojlantirish uchun juda ko'plab imkoniyatlar yaratilgan. Yoshlarning, bolalarning g'oyalarini yanada startap darajasiga olib chiqish, biznes modelini yaratish uchun yoshlar texnoparklari, startap inkubatsiya markazlari, innovatsion markazlar va juda ko'plab tanlovlar tashkil etilmoqda. Startap yaratish uchun bizga kichkinagina g'oyaning o'zi yetarli. Biz kichkinagina g'oyamizni katta startapga aylantirishimiz mumkin. Uni bozorga olib chiqishimiz va sotishimiz mumkin. Bu esa davlatimizga juda ham katta foyda keltiradi. Agar sizda g'oya bo'lsa, bu g'oyangizni yanada yuzaga chiqarish uchun, uni startap loyihaga aylantirish uchun harakatdan to'xtamang. Albatta, qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, xatolaringiz bo'lishi mumkin. Buning barchasi siz uchun faqat tajriba. Men ham Qoraqalpog'iston Respublikasining eng chekka tumanining qiziman. Mening ham Amerikaga borishdek katta orzuyim amalga oshdi. Ya'ni orzularim ushaldi. O'qish, izlanish va harakat natijasida sizning ham orzularingiz, maqsadlaringiz ro'yobga chiqishi mumkin. Buning uchun hech qanday yashash joyingiz, hududingizning ahamiyati yo'q. Umid qilamanki, siz ham o'z g'oyalaringiz, o'z startap loyihalaringiz bilan O'zbekistonning rivojlanishiga o'z hissangizni qo'shasiz.